Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Ko'pchilik ukam agroservis do'konida o'zi qanaqa turdagi texnikalar sotiladi degan akalarimiz uchun bugun do'konimizdagi ko'rib turganingizdek barcha turdagi texnikalarimizni qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narx-navolari bilan sizlarga tanishtirib o'taman va kimdaki mana shu turdagi texnikalardan sotib olmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldiryapman, aloqaga chiqib eng arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. Bizning do'konimizda ko'rishingiz mumkin har xil turdagi 7, 9, 15, 17 tushli motobloklar va motobloklar uchun mana bunaqa dori apparat, karter sistemalari va undan tashqari bu tomonda arava yuk tashish uchun bemalol motoblokka urib olib, yuk puklarni tashsanglar bo'ladi va undan tashqari mana bunaqa uyga ixcham qilib ishlangan mana bunaqa mini kultivatorlar narxlari ham juda ham arzon narxlarda chiqdi. 1.500 dan boshlab 3.200 gacha har xil mana shunaqa motobloklar, undan tashqari mana bunaqa 7 kuchli prostoy motobloklar, bu tomonda zanjirli gusenitsa apparatlar bor akalar. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin o't maydaladigan drabilka, jodu apparatlari barchasi. Xo'p, orqa tomonlarda betona mishalkalar bor. Aravalarni xohlagan razmeringizdan topishingiz mumkin. Bu tomonda skladda akalar mana bunaqa tegirmonlar, mini tegirmonlar bor. Xo'p. Do'konni ichiga o'tadigan bo'lsak, do'konning ichida suv nasos, undan tashqari quduqqa tashlaydigan suv nasoslar, bu tomonda mana benzopilalar, tevada dvijoklar, svarka apparatlar, barcha turdagi akalar, xullas qishloq xo'jalik texnikalarini bemalol bizni agroservis do'konimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizga qanaqa turdagi texnika qiziq bo'lsa, ekranda pastiga nomer qoldiryapman, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Va shu turdagi texnikalar uchun barcha turdagi zapchas, ehtiyot qismlari 100% mavjud. Manzilni aytib o'tib ketaman. Xo'p, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Xo'p, bo'lmasa qisqa ma'lumotlarni berishni boshladi akalar. Birinchi bo'lib orqa tomonda 7 kuchli motobloklar aytib o'tib ketamiz. 7 kuchli motobloklarimiz eng arzonlari 2.800.000 so'mdan boshlab turib 4.500.000 gacha har xil modellari bor. 7 kuchli sifatiga, ishlashiga qarab narxi o'zgaraveradi. Va bu motobloklar uchun temir balon va orqa tomonda chizillarigacha bor. Xo'p, anaqa mini kultivatorlarimizning narx-navosi eng kichigi 1.5 milliondan boshlab turib 3.200.000 3.5 milliongacha bor. Xo'p, motobloklar uchun aravalarimiz 1.800.000 so'mdan eng kichigi, bunaqa kattalari 2.800.000 3 milliongacha bor aravalarimiz ham. Xo'p, komplekt holatda oldida motoblogi, orqada karter sistema, bochka, yomkis hamma narsasi bilan olaman degan akalar, $880 dan motoblok, karter sistemasi, bochkalari, dori apparatlarigacha beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu apparatni bitta sotib olib turib, dori setish ishlarini qilsanglar bo'ladi. Bu tomonda katta motobloklar 17, 9, 13, 15 hammasidan bor akalar. Eng arzoni 13 tali, 9 talilarimiz narxlari 5.5-6 milliondan boshlab 8.5-9 milliongacha kattalarigacha bor. Xo'p, beton mishalkalarimiz akalar narxlari 1.800.000 so'mdan boshlab 3.500.000 gacha bor. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Bizning do'konimizda xohlasangiz shu holatda yig'ilgan, xohlasangiz orqa tomonda korobka holatda va bu tomonda istalgan turdagi texnikangizni korobka holatda ham olsangiz bo'ladi. O't maydaladigan drabilkalarimiz, kichkina jodularimiz akalar 2 million so'mdan boshlab xo'p 3.200.000 so'mgacha, lentali drabilkalarimiz 4 milliondan 4.5 milliongacha, universal drabilkalarimiz akalar 3 milliondan 4.5 milliongacha. Aravalarimizni ko'rsatib o'tdim, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, do'konning ichidagi mayda-chuyda instrumentlarni tanishtirib o'tib ketaman. Uyga xo'jalikka ishlatadigan mana bunaqa vakuumli suv nasoslarimiz 400.000 so'mdan boshlab 850.000 gacha. Quduqqa tashlaydigan nasoslarimiz 300.000 dan boshlab 1.5 milliongacha. Tevada dvijoklarimiz kilovatiga qarab, necha kilovat tok chiqarishiga qarab turib akalar 1 million so'mdan boshlab 5.5-6 milliongacha hamda katta 7-8 millionliklari ham bor akalar, ko'rishingiz mumkin mana bu tomonda. Xo'p, bu tomonda suv pompalar akalar, 76 lik suv pompalar, bularimiz narxlari 900.000 so'mdan eng zo'rlari 1.5 milliongacha. Ko'chada ko'rsatib o'tgan dori apparatimi addenniy karterini olaman desanglar akalar, bularimiz narxlari 1.800.000 so'mdan 2.800.000 gacha. Tevada yelkaga ilib sechadigan dori apparatlarimiz akalar, ruchnoylari 150.000 dan elektrichkilari, benzinlilari hammasidan bor, eng qimmat 900.000 gacha bizda akalar.
Xullas, motopilalarimiz bor akalar. 350 mingdan boshlab tur 1 million 200, 1 million 800, 2 milliongacha. Kimga shu turdagi texnikalardan qiziq bo'lsa, ekranda pastiga nomer qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Eng arzon narxlarda istalgan turdagi texnikangizni topishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin.